Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun sizlarga Shummay zavodida ishlab chiqarilgan 10 litlik konveksionli pechkalarni obzor qilib ko'rsatib beramiz. Mana ichlarini ham ko'rsatib, juda ham sifatli ishlangan. Shummay zavodininkiga mana shu konveksionli talab juda ko'p. Bizda mana O'zbekiston sharoitida ko'pchilik bulichka, asosiy bulichka sohasida har qanday pishiriqlarni ham pishira oladi mana. Bu gazligi. Propanda ishlaydigan. Funksiyalari, boshqaruv sistemalari mana o'zi nima gradusga qo'yasiz, taymeri bor, qaysi paytda qancha minut par berishi bor. Hammasini avtomatik o'zi joylab o'tgan zavod. Kimga kerak bo'lsa, telefonlarimizni video ostiga qo'yib o'tamiz va Turkiyani Inoklas degan konveksionli pechkalar mana. 5 litli, 10 litli bundan ham sotuvda bor. Hozirgi eng ko'p talabi ko'proq bo'layotgan mana shu Shummay firmasiga tegishli konveksionli 10 litli gazli tokli pechkalar. Bitta konveksionli pechka bilan emas, do'konimizga tashrif buyursangiz juda ko'p assortimentda pechkalarimiz, xamir mishalkalarimiz, qanaqa desangiz hammasidan sotuvda mavjud. Disk qoliplarimiz ham bor. Telefon qilib buyurtma berishingiz mumkin. 12 ta viloyatlarga kelishuv asosida dastavka ham qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib o'tinglar.